Urug' foiz 0 bo'lib, tuxumlar kesilganda ichidan urug' chiqmagan bemorlarga oldinlari sen farzandli bo'la olmaysan deyishga majbur bo'lganmiz. Va shunday bemorlarga har doim aytganman, kutinglar, meditsina bitta joyda turmaydi deb. Mana biz aytgan kunlar keldi do'stlar. Endi sizda urug' foizi 0 bo'lgan bo'lsa, operatsiyada ham hech qanday urug'lar chiqmagan bo'lsa, o'sha mikroteziyada ham urug'lar chiqmagan bo'lsa, lekin moyakda urug'ga aylanadigan hujayra bormi? Endi sizni farzandli bo'lish imkoningiz bor. Osiyo davlatlarida ilk bora bizning klinikamizda ushbu amaliyot amalga oshiriladi. Urug'ga aylanadigan hujayralar, ya'ni bo'lajak urug'lar terib olinadi va ular laborator sharoitda spermatozoid holatiga keltiriladi. Va bundan ECO-XC amaliyoti orqali siz farzandli bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Tasavvur qilyapsizmi? Sizni o'zingizni farzandingiz bo'ladi. Shuning uchun bu yangiligimizni kutgan bemorlarimiz, shaxsan men o'zim qancha bemorim bor, yangilik bo'lsa aytaman degan. Bu